Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda gaplashadigan mavzuyimiz preview mavzusi bo'ladi. Preview bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak, qayerlarga e'tibor berish kerak, qanday ishlash kerak, mana shu haqida bir muncha ilmlarga ega bo'lamiz, xudo xolasa. Albatta preview mavzusi juda ham zarur mavzu hisoblanadi, chunki sizni videolaringizni ko'rilishi, videolaringizni yaxshi ko'rilishi, yaxshi natijaga erishishingiz aynan previewga bog'liq hisoblanadi. Bizda preview ko'rsatkichini ko'rsatib beruvchi CTR degan narsa bor. YouTube'da CTR misol uchun bu nima degani? Sizni videoingizni, bitta videoingizni 10 mingta pakaz qilsa, YouTube 10 mingta odamga taklif qilsa, o'shandan 1000 ta odam ko'rsa, demak CTRingiz 10% ga teng bo'ladi. 10% bu o'rtacha, yomon emas, o'shandan tepa bo'lgani yaxshi. 12, 15 o'sha yo'nalishga qarab bu ham o'zgaradi. Misol uchun date'ga yo'nalishlar bor, katta yo'nalishlar bor, o'yin yo'nalishlar bor, relax bor, har xil yo'nalishlar bor. O'sha yo'nalishlarga qarab bu narsalar nima qiladi? O'zgaradi. Bugun sizlar bilan birgalikda previewda nimalarga e'tibor berish kerak, qayerlarga qarash kerak, mana shu mavzu atrofida nima qilamiz? Bir qator gaplashib o'tamiz. Endi preview bo'yicha eng yaxshilaridan bo'lib turgan hozirda bizda nima bor? Ikkita oldilardan bo'lib turgan kanallarimiz bor, insonlar bor. Ya'ni Mr. Beast birinchisi, misol uchun mana 375 million obunachisi bor. Previewlarni ko'radigan bo'lsangiz, juda ham ideal ishlangan. Har tomonlama nima deydi? E'tibor berib, har bitta detaligacha kerak bo'lsa ishlangan. Buni menimcha yanglishmasam 15 tacha grafik dizayner bor. O'sha 15 ta bola eng yaxshi grafik dizaynerlar o'tirib preview tayyorlashadi va ichidan eng yaxshisini olib bular nima qilishadi? Qo'yishadi. Birinchisi bu inson bo'ladigan bo'lsa, yana bittasi Mamix degan inson bor. Mana It is Mamix 15,5 million obunachisi bor. Buni ham previewlarni ko'radigan bo'lsak, juda ham ideal holatda previewlari, xuddi o'sha Mr. Beastga o'xshatib qilishga harakat qiladi. Buni ham o'sha alohida o'zini grafik dizaynerlari, mana preview bo'yicha ishlaydigan insonlari bor. Mana shu insonlar yordamida nima qiladi? Previewlarni amalga oshiradi. Endi biz nima qilamiz? Previewlar ishlash bo'yicha eng asosiy narsalarni ko'rib o'tamiz. Nimalarga e'tibor berish kerak? Mana shu narsani nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz. Yozib chizadigan joy bo'lsa, mana bu yerda yozib chizib boraveramiz. Razmerlari yomon emas ekan. Eng birinchi narsa bu bizga previewni oldin tayyorlab olish, ya'ni ideyani o'yladingiz. Ideyani o'ylaganingizdan keyin olish deymiz mana. Ideyani o'ylab bo'lganingizdan keyin siraz imkon qadar nima qilish kerak bo'ladi? Previewni tayyorlab olish kerak bo'ladi. Chunki agar siz hamma narsani qilib bo'lgandan keyin preview tayyorlayman desangiz, bu jarayon ketma-ketligida ancha charchab qolasiz. Misol uchun video tayyorlashingiz kerak, uni idealarini o'ylash kerak, ssenariy, montaji, boshqasi hammasini qilib bo'lgandan keyin charchaydi odam. Preview tayyorlayotgan paytda energiya kam bo'ladi-da, preview zo'r chiqmaydi. Ko'proq energiya bilan qilish uchun albatta nima qilish kerak? Previewni videoni oldidan tayyorlab olish kerak. Yana bitta narsani shu joyda men aytib o'tib ketay. Previewda video nomi kerak emas. Videoni nomini ko'pchilik qo'yadi. Misol uchun videoning nomi, misol uchun previewni sirlari deydi, o'sha yozuvni misol uchun nima qiladi? O'sha yerda qo'yadi. Bu ham misol uchun yaxshi emas. Endi qilsa bo'ladi, yomon narsa emas, qilsa ham bo'ladi, lekin imkon qadar qo'ymaslik kerak degani bu. Qilsa bo'ladi, lekin bu tamom %100 demaydi. Misol uchun men o'zim ham ko'pincha tushunarli bo'lish uchun, insonlarga yetib borish uchun, yaxshi anglab olish uchun nomni qo'yib qo'yaman, katta qilib, qisqa qilib, lo'nda qilib qo'yib qo'yaman. Bo'lsa, bu degani boshidan oxirigacha nomni qo'yadiganlar ham bor. Bu xato narsa. Qisqa lo'nda qo'ysangiz bo'ladi. Qisqacha ma'noni isbotlash uchun, lekin ponni boshidan oxirigacha yozib to'ldirib tashlashlik bu nima? Xato narsa hisoblanadi. Endi keyingi narsamiz bu ikkinchisi ranglar bilan ishlash.
Mana ranglar bilan ishlashimiz kerak. Misol uchun aytaylik, qizil rang bizda nima? Xavfni bildiradi, sevgini bildiradi. Undan tashqari energiya, ya'ni bir qanaqadir bir harakatlarni, jonlilikni bildiradi. Misol uchun energiya deb qo'yaman mana. Keyin ko'k rang bor bizda, misol uchun. Ko'kimtir rang bor. Bu bo'lsa tinchlik, misol uchun xavfsizlik, yana nimalar, misol uchun nima deydi, relaxing, dam olish narsalarini bildiradi. Siz misol uchun videoyingizda xavfli narsalar bor, mana shunday narsalar haqida, lekin ko'k obloshka qo'ysangiz, bu nima? Teskari bo'lib qolishi mumkin. Lekin qizil obloshka qo'ydingiz, lekin sizning videoyingiz relaxing, dam olish videosi. Bunga misol uchun bu nima? Mos kelmasligi albatta mumkin. Shuning uchun albatta bularda nima qilish kerak? Juda ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Hozir bir nechta men namunalarni ham ko'rsataman. Namunalarni ko'rsatib o'taman. Mana shu ranglar bilan ishlash, mana shuni ham aytib o'tib ketay. 60% muvaffaqiyat degani. Ranglarni to'g'ri tanlash 60% muvaffaqiyatga erishtiradi degani sizni. Endi bizda previewda ishlatishimiz mumkin bo'lgan jalb qiluvchi narsalar bor. Mana jalb qiluvchi narsalar. Ya'ni bular pul odamni jalb qiladi. Mayli, men bu yerga yozib boraveray. Pul qo'shishimiz mumkin. Mashhur insonlar, misol uchun, mashhur insonlar odamlarni sirasi jalb qiladi, o'ziga tortadi. Keyin qizlar, chiroyli qizlar misol uchun, bu ham o'ziga tortadi ko'pincha. Va g'ayri tabiiy narsalar. G'ayri tabiiy, inson hayotda ko'rmaydigan narsalar, g'ayri tabiiy narsalar. Mana g'ayri tabiiy narsalar ham nima qilar ekan, demak, bizda previewni juda ham klikabelni, ya'ni yaxshi bo'lib chiqishini nima qiladi? Ta'minlab berar ekan. Mana shu narsalarni qo'shib ishlash yaxshi degani albatta. Endi keyingisi bor bizda emotsiyali suratlar. Emotsiyali suratlar bor. Bularni men ko'rsataman, hali hozir obrazlar ko'rsataman. Bir xotir aytib o'tgandan keyin emotsiyali suratlar ham bizda nima qiladi? Previewimizni yaxshi chiqishiga nima qiladi? Yordam beradi. Endi oxirgisi obyektlarning katta yoki kichikligi. Odatiydan katta yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, bu ham albatta nima? Klikabelni bo'ladi. Misol uchun mana shunga men hozir obrazsiz ko'rsatishim mumkin. Bu mana bu narsa, misol uchun mana. Inson kichkina, pizza katta. Misol uchun-da. Keyingisida mana barmoq turibdi, ustida qaychi turibdi misol uchun. Mana kichkina pirogchalar mana. Qo'lida ushlab ko'rsatyapti, maydagina pirogcha. Ya'ni inson hayotda ko'rishi kam bo'ladigan, kam uchraydigan nima deydi, o'lchamdagi narsalar. Bu ham previewimizni klikabelni bo'lishiga sababchi bo'ladi. Endi previewni joylash predmetlari bo'yicha 4 xil turi bor. Mana element, text, inson. O'rtada text, like, mana bu inson. Inson boshi tepada, like pastda. Keyin mana bu xuddi mana buni teskarisi. Inson misol uchun biz qarab turganda chap tarafda, mana bunda o'ng tarafda. Mana predmet, text. Buni qanday bo'ladi desangiz, mana bu narsa mana. Mana 4 talasiga 4 ta xil nima? Namuna mana shu hisoblanadi. Endi keyin yana bir emotsiyali deganlarimdan mana bu. Mana qanaqadir bir yerin tagiga kiryapti va o'sha nima deydi, aytmaslikni, sir saqlashlikni ko'rsatyapti. Bu ham emotsiya misol. Mana bu ovqatni o'sha ta'mini bildirish maqsadida qandayligini bir emotsiya beryapti-da insonga. Bu ham albatta insonga klikab. Mana bu ham endi nima qilamiz degan ma'noda misol mana bu grafik tushib ketyapti. Ya'ni emotsiyali suratlar ham nima qilar ekan, demak bizda juda katta yordam berar ekan. Preview albatta juda ham zarur narsa hisoblanadi. Juda ham videoingizni zo'r ketishi uchun muvaffaqiyatning asosiy kalitlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun erinmasdan, chiroyli qilib, ideal qilib ishlashga harakat qilish kerak bo'ladi. Albatta bular o'sha yo'nalishga qarab, har kimning nishasiga qarab har xil bo'ladi. Har kim o'zining nishasidan kelib chiqib, chiroyli qilib ishlashga nima qiladi? Harakat qilsa bo'ladi. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shular edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.